Yangi qonunga ko'ra, endi Rossiyada yurgan chet el fuqarolari mobil aloqa operatorlaridan foydalanishlari uchun goslugiyadan registratsiyadan o'tib, bankka borib, biometriya topshirib, o'zi ishlatayotgan sim kartasini ofisiga borib, sim kartani o'z nomiga o'tkazishlari kerak yoki yangi sim karta olishlari kerak. Shunda yangi sim karta oluvchilarda qiziq savol tug'iladi. Qaysi sim karta qulayroq, internet yaxshi ishlaydi, aloqa yaxshi ishlaydi, narxlari arzon? Shu savolga javob sifatida o'zimni fikrimni berib o'tmoqchiman. Bir nechta mobil aloqa operatorlari bor. Bular T-Mobile, Beeline, MTS, Yota, Sbermobile yaqinda paydo bo'ldi, TDV va Megafon. Bular hammasi o'ziga yarasha farqi bor. Har birida tarifida, narxlarida, internet paketlarida, uslugasida, aksiyalarida yetarlicha farqi bor. Qaysidir biri shahardan chekkaroq joylarda ham yaxshi ishlaydi aloqasi, interneti, qaysidir biri faqat internet ishlatish uchun megabayt arzon, qaysidir biri hamma tomonlama qulay, lekin narxi qimmat. Umuman olib aytganda, har birini o'ziga yarasha plyus va minus tomonlari bor. Shunda men taklif qiladigan ikkita mobil operator bor. Bu Megafon va TDV. Bularning tariflari bizga ancha qulayroq mos keladi, chunki biz internetdan maksimum foydalanishni xohlaymiz. YouTubedan, Telegramdan, WhatsAppdan. Bularning ichida o'sha tariflarida bezlimitli xususiyatlari bor. Masalan, Megafonning maksimum tarifi 1100 rubl, 50 gigabayt va 5 ta megasil. Megasil bu nima degani? Megasil bu 8 ta imkoniyatdan, 8 ta qulayliklardan 5 tasini tanlay olasiz degani. Bu degani bezlimit na messenger, mana 8 ta ro'yxatda turibdi, shularning ichidan 5 tasini tanlay olasiz. Bizga kerakli shu bezlimit na video va bezlimit na messenger. Shuni aktivirat qilasiz, xohlagancha bezlimitni ishlata olasiz. Tele2ni Black Hit tarifi 50 gigabayt beradi 1000 rublga va qulayliklari bezlimitli tarif messenjerlarga WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok asosiysi ular bor, bezlimit. Xo'p, yana bir qulayliklaridan bu agar gigabayt internet paket eski oydan qolsa, yangi oyga qo'shilib boriladi, to'planib boriladi. Hech qachon tugamaydi. U degani 500-600 gigabaytgacha to'planib qoladi. Ko'pchilikda ko'rdim 200-300 gigabaytgacha to'plab yurishibdi xullas. Bu degani bezlimit xohlagancha ishlatsa bo'ladi.